Konditsioner pultini ichida joylashgan ushbu tugmalarni, funksiyalarni bilarmidingiz? Hozir bitta videoda hamma funksiyasini sizga tushuntirib beramiz. On-off rejimi konditsionerni yoqish yoki o'chirishda ishlatiladi. Albatta buni hamma biladi. Mod rejimi bunda ishlash rejimini tanlaysiz. Sovuqmi, issiqmi, yengil havomi? Speed rejimi bunda ventilyator tezligini o'zgartirasiz. Turbo rejimi bunda xonani tez sovutish yoki isitish rejimi hisoblanadi. Health tugmasi bunda ionizator, havo tozalash funksiyasi, ya'ni havodagi chang, bakteriya va hidlarni kamaytiradi. Silence ventilyator shovqinini kamaytiradi. Jim ishlash rejimi hisoblanadi. Bu yuqori va pastki strelkalar haroratni yoki vaqtni o'chirish va kamaytirishda ishlatiladi. Sleep bunda tungi qulay rejim, haroratni avtomatik moslashtiradi, elektrni tejaydi. Siz uchun foydali maslahat. Konditsionerni yozda 24-26 gradusda ishlatsangiz optimal va eng tejamkor harorat hisoblanadi. Eco rejimida elektr energiyasi tejaladi. Health, iClean, antifunk funksiyalarini vaqti-vaqti bilan ishlatsangiz, konditsioner toza va sog'lom havo beradi. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.